Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Bugungi darsimizda biz siz bilan o'tgan darsda ko'rib chiqqan if konstruksiyasiga qo'shimcha tarzda else, ya'ni aks holda so'zini qo'llashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun o'tgan darsimizda biz misol sifatida ko'rib chiqqan gap turini aniqlaydigan dasturimizni bugungi else ni qo'llagan holda takomillashtirib yaratib ko'raylik. Demak, const o'zgarmas konstanta yaratamiz. O'tgan darsda aytganimizdek, sizga darsni yaxshiroq tushuntirish uchun funksiyamizni va uni parametrlarini o'zbek tilida nomlaymiz, lekin aslida real hayotda ingliz tilidagi atamalardan foydalanishni sizga tavsiya qilamiz. Xo'sh, funksiyamizni nomini biz qanday gap deb nomlasak bo'ladi? Teng va unga gap parametrini yuboramiz. Strelka qo'yamiz va figurali qaus ichida funksiyamizni endi funksiya tanasini yozamiz. Bir o'zgaruvchi yarataylik. Gap turi degan o'zgaruvchi yaratdik. Va unga hali qiymat bermaymiz. Qiymatni keyin vaziyatdan kelib chiqqan holda turli xil qiymatlar beramiz. Agar if shartni biz qaus ichida yozamiz deb o'tgan darsda aytgan edik. Gapning oxirgi belgisini aniqlashni biz o'tgan darsda murakkabroq usulda, ya'ni indekslardan foydalanib bajargan edik. Endi bugungi darsimizda albatta oldinga bir qadam qo'yish uchun end with ya'ni oxirgi belgisini nima ekanligini aniqlash funksiyasi yordamida bu yerda so'roq qo'yamiz. Ya'ni agar gapga biz end with metodini qo'lladik, tugaydi, mana shu bilan degan so'roq bilan tugaydi. Gap oxiri so'roq bilan tugaydi degan mantiqiy mulohazani shu yerga yozdik. Agar bu rost bo'lsa, mana shu yerda to'g'ridan to'g'ri yozilgan blok, ya'ni figurali qausning ichidagi jarayon amalga oshadi. Ya'ni bu yerga biz yuqorida yaratgan gap turi deb nomlagan o'zgaruvchimizga aytamiz so'roq gap degan qiymatni o'zlashtiramiz. Agar shunday bo'lsa, mana shu so'roq gap bo'ladi. Aks holda mana endi else ni foydalanyapmiz. Else dan keyin bu yerda endi agar yuqoridagi gap nuqta end with so'roq deganimiz yolg'on bo'lsa, nima ish bajarish kerakligini biz bu yerda buyurishimiz kerak. Ya'ni u holda gap turi teng bo'ladi. Keling, mayli oldi hammasiga ikkitalik qo'shtirnoq qo'yaylik, bir xil bo'lsin. Darak gap. So'roq gap, darak gap. Ana endi o'zgaruvchilarga natijani berib bo'lganimizdan keyin faqatgina natijani qaytarish qoldi, return. Bu yerda keling bektik yordamida interpolyatsiya mavzusini o'tgan edik, shuni qo'llaylik. Bu yerda demak gap bu gap turi o'zgaruvchisini qo'yishimiz kerak. Yana so'roq figurali qaus gap turi. Ana endi buni natijasini mana hosil bo'lgan dasturimizga e'tibor qiling. Endi natijani aniqlash, ya'ni dasturimizni testlash maqsadida keling console log bu yerga birorta gapni qanday gap funksiyamizga yuboramiz. Demak, qanday gap funksiyasiga yuboramiz. O'tgan darsdagidek bugun
shanba degan so'roq gapni, bugun shanba degan so'roq gapni yubordik. Ishlatib ko'raylikchi. Xo'p, doimgidek xato. Qanday xato? Mana bu yerda and with bo'ladi. Ana endi ishlatib ko'rdik. Bugun shanba, bu so'roq gap. Ana endi bugun shanbaning oxirida nuqta qo'yamiz va ishlatib ko'ramiz. Bugun shanba, bu darak gap. Lekin xuddi shunday, agar bu yerda undov qo'ygan taqdirimizda ham bugun shanba, bu darak gap dedi. Chunki dasturimizni logikasi, mantig'i shunday bo'lyapti. Agar oxiri so'roq bo'lsa, so'roq gap deydi. Aks holda darak gap deydi. Ya'ni undov bo'lsa bo'lgan degan holatni bizning dasturimiz tekshirayotgani yo'q. Albatta, sizga bu holatni bartaraf etish, bu muammoni bartaraf etish qiziq. Unda agar sizga chindan qiziq bo'lsa, keyingi darsimizda biz else if haqida gaplashganimizda bu muammoni yechimini o'rgatamiz. Hozircha esa biz faqatgina ikki xil imkoniyat mavjud bo'lgan, ya'ni yoki so'roq gap yoki darak gap, boshqacha variantlar mavjud bo'lmagan holatlar uchungina if else mos kelishini ko'rdik. Endi keling bir dastur amaliy yana dastur bajarib ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda sizga shunday topshiriq: sonning juft yoki to'qligini aniqlovchi dastur tuzing. Ana shu dasturni endi tuzishimiz kerak. Nima uchun aynan sonning juft to'qligi deyapmiz? Chunki bu yerda faqatgina ikki xil holat mavjud. Har qanday son yoki juft bo'ladi yoki to'q bo'ladi. Uchinchi variant mavjud emas. Agar sonning musbat yoki manfiyligini aniqlovchi dastur tuzing deganimizda uchinchi holat ham mavjud, nol ham bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun u masalani keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Hozir esa shu berilgan topshiriqni o'zingiz videoni pauzaga qo'yib bajarishga harakat qilib ko'ring. Xo'p, agar tuzib bo'lgan bo'lsangiz, endi sizga o'zim tuzib ko'rsataman va albatta siz tuzgan dastur bilan men tuzgan dastur aynan bir xil bo'lishi shart emas. Asosiysi 8 kiritganingizda uning juft son ekanligini, 9 kiritganingizda esa uning to'q son ekanligini bexato aniqlab bersa, shuni o'zi kifoya. Vazifani amalga oshirish mantiqiy jihatdan boshqacha bo'lishi mumkin. Keling, dasturimizni tuzib ko'ramiz. Funksiya yaratamiz. Funksiyamizni nomini juft to'q deb nomlaylik. Teng unga parametr sifatida bitta qiymat beriladi va uni number deb nomlaylik. Ixtiyoriy, yana takror aytaman. Xo'sh, endi let natija, balki result dermiz. Endi sekin-sekin ingliz tiliga sizni ham o'tkazishga harakat qilaylik. Result o'zgaruvchisini yaratdik, lekin hali unga qiymat bermadik, initsializatsiya qilmadik. Shunchaki yaratdik. Endi uni qiymatini biz kiritilgan sonning juft to'qligiga qarab u yoki bu qiymat beramiz. Shuning uchun hozir qiymat bermadik. Agar pauzchida ana endi shartimizni yozamiz. Number, ya'ni bizni o'zgaruvchimiz foiz 2 teng 0 bo'lsa, bu yerda foiz 2 degani oldingi darslarimizda o'tganmiz, 2 ga bo'lgandagi qoldiq degani. U holda mana shu blok bajariladi. Bu blokda biz nima deymiz? Natijaning, ya'ni hozir yozgan result o'zgaruvchimizga juft son degan qiymat berilsin. Juft son degan qiymat berilsin. Aks holda result teng bo'lsin 90. Demak, biz yuborgan sonimiz qanaqa son ekanligini if
shart yordamida aniqlab oldik. 2 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsa, juft songa teng bo'lsin result o'zgaruvchimiz. Aks holda, ya'ni qoldiq 0 ga teng bo'lmasa, result o'zgaruvchimiz 90 ga teng bo'lsin. Bo'ldi, mana shundan keyin endi bizga nima ish qoldi? Buni xo'sh, qaytarishimiz kerak return yordamida. Endi buni ham chiroyliroq qilib ifodalaylik. Shunchaki 90 juft son emas, bektik yordamida, interpolyatsiya yordamida siz kiritgan mana shu joyda foydalanuvchi yuborgan sonni o'zini qo'ymoqchimiz. Shuning uchun dollar figurali qaus ichida numberni yozamiz. Siz kiritgan 8 soni chiziqcha qo'yamiz. Endi natija, ya'ni result. Yana dollar figurali qaus result. Ya'ni juft son yoki 90 degan yozuv hosil bo'ladi ekan deb yakunlaymiz. Ana endi dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Buning uchun biz console log yordamida shu funksiyamizga murojaat qilamiz. Jufttoq funksiyamizga biror bir sonni yuboraylik. 8. Ishlatib ko'ramiz. Siz kiritgan 8 soni juft son ekan. 8 ni o'rniga 9 qo'yib ishlatib ko'ramiz. Siz kiritgan 9 soni 90 ekan. Ana endi mana shu dasturimizni diqqat bilan kuzatib, mantig'ini, logikasini tushunib oling. Shuning bilan ushbu darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.